Qarang, ketdi. Birinchi qiladigan ishimiz. Benzin cho'qirasiz. Mana bu yerda mana benzin, qani qo'limdagi mana. Benzin cho'qiram, motor kiradi. Mana knopka mana. Benzin chaqirayotganda bu pastga turish kerakmi? Yo'q, bu patsos. Benzin cho'qirishga aloqasi yo'q buni. Bu passos, passos. Bu pastga tushirsa bo'ladi bunday. Birini shoshilmasangiz tushuntiryapman. Ha. Benzin cho'qirdingiz, patsos tepada bo'ladi. Knopka mana birga qo'yasiz. To'xtatasiz. İşte bir yongandan keyin patros kerak bo'lmaydi. Nimaga yoqib qo'ying gapchi. Patrosni yoqib qo'yib, urishga pastga yoqib pastga tushiradi. Hozir patros tekka ko'tarsa balandroq bo'ladi. Motorni sovuq qoladi-da, knopkani birga qo'yasiz, patros bo'ladi. Yoqtirasiz, birinchi yonmoqchi bo'ladi. Yonmoqchi bo'lgandan patros pastga tushirasiz, to'xtatasiz mana. Bir yongandan keyin patros kerak emas sizga. Patros pastga turaveradi. Knopkani birga qo'yasiz mana. Molga o'chadi. Birga qo'yasiz, yarimta yonadi.